Assalomu alaykum hammaga. Bugun Telk imtihondan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Shuning uchun Telk O'zbekiston deb Google'ga yozib poygachilikni bosishimiz kerak. Mana undan birinchi ko'rgan saytingiz ustiga bosamiz va saytga kirgandan keyin hozir internet ishlamay qoldi. Saytga kirganimizdan keyin mana bu joyda mana D deb qo'ygan, shuni o'zbekchaga o'tkazib olsangiz o'zingiz uchun qulay bo'ladi. Ya'ni adashib ketmaysiz. Chunki ma'lumotlar kiritishda aniq va tiniq ma'lumotlarni yozishimiz kerak. Mana yerda imtihon sanalari degan joyni ko'rib turibsiz. Shu yerni bosamiz va bu yerda qaysi sertifikatga topshiradigan bo'lsangiz, shu sertifikatni ustiga bosishimiz kerak. Ya'ni men IQB1 imtihoniga topshiraman. Keyin yaqin oradagi sanalarga topshirishga harakat qilib ko'rmang, chunki ular oldindan bron qilib bo'lingan bo'ladi. Masalan, 24-mayga ko'radigan bo'lsak, mana bu xil mana bronlash yopildi deb chiqyapti. Shuning uchun iloji boricha ertaroq harakat qilishga harakat qiling, chunki joylar tez to'lib qoladi. Mana oxirgisi, ya'ni 24-iyunga o'tkazadigan bo'lsak, mana 24-iyunda mana tayinlama, ya'ni ishtirok etish bor, albatta registratsiya uchun joy bor bizda. Bu yerni bosamiz. Bu yerga bosganimizdan keyin mana yerda ko'rganingizdek mana shu ma'lumotlarni to'ldirishingiz kerak. Ism, elektron pochta. Biz ana pastda o'zbek tilini qilganimiz uchun hammasi o'zbek tilida bo'ldi. Hammaga menimcha tushunarli bo'ladi. Bu yerda tug'ilgan joy, millat, telefon raqami, lavozim, masalan ishsizlar bo'lsa ishsiz deb yozsangizlar ham bo'ladi. Keyin pasport, mana yerda eng muhim joy, variantni tanlang. ID bo'lsa ID yoki pasport bo'lsa pasportni tanlashingiz kerak, chunki bu ma'lumot juda ham muhim. Ana undan so'ng esa mana yerda rozilikni bildirishimiz kerak. Men imtihon qoidalarini o'qib chiqdim va ularni qo'shilaman degan joyiga. Undan so'ng mana qayerdan tanlash, bu yerda Telegramda yozsangiz bo'ladi. Va buyurtma berishni bossangiz ro'yxatdan o'tasiz. To'lov qilish ham mana shu video qo'yganmiz. Bundan oldingi videoda bizni kuzatib borishda davom eting.